Hurmatli o'quvchilar, bizning bugungi mavzumiz Alisher Navoiy qit'alari tahlili. Qit'a so'zi arabcha bo'lib, qism, bo'lak degan ma'nolarni bildiradi. Qit'ada shoirlar o'zlarining turli fikr mulohazalarini bayon qiladilar. Qit'aning har ikkinchi misrasi, ya'ni juft misralari qofiyalanadi. Bugun sizlar bilan birgalikda Alisher Navoiy bobomizning qit'alarini tahlil qilamiz. Buning uchun hozir biz 4 ta guruhga bo'linib olamiz. Guruhga bo'linish uchun esa 1 dan 4 gacha sanaymiz. Marhamat Shodiyona. 1 4 3 4 har bir guruhning qog'ozini o'z joyiga joylashtiraman va biz o'zimizning sanagan sonimizga qarab, raqamimizga qarab joylarimizni topib olamiz. Kelishdikmi? Diqqatimizni bir joyga jamlab olamiz va topshiriqni eshitamiz. Topshiriq shundan iborat. Hozir har bir guruhga Alisher Navoiy bobomizning bitta qit'asi beriladi va biz guruh bilan birgalikda ushbu qit'ani tahlil qilishimiz va qog'ozga uning sharhini yozishimiz kerak bo'ladi. Bu vazifani bajarish uchun 7 minut vaqt beriladi. Taqdimot qilishni boshlaymiz. Har bir guruhdan bitta taqdimotchi chiqib, guruh ishini, ya'ni qit'alarning tahlilini bizga tanishtiradi. Marhamat. Birinchi guruh taqdimotchisi marhamat. Navoiy diling asrar zinhor. Desang kim yemay daxil ishidan xusus. Fazar qilki o'q og'zi tilsiz uchun qilil tojvarlar bilan do'st. Necha tojvardir kesarlar boshin, shu hangomsiz nag'ma tortar xurus. Chunki Navoiy shunday deydi: dunyoda afsuslanmay desang tilingni asra. O'qning og'zi bo'lmaganligi sababli podshohlar uni o'z yonida olib yuradilar. Xo'roz bemahal qichqirganligi sababli o'z boshidan ajraladilar. Bundan xulosa shuki, har bir inson o'z tilini asrab, har bir so'zini o'z vaqtida, o'z maromida gapirish kerak. Bizning ushbu birinchi guruhning tahlil qilgan qit'asida tilni asrash, o'z o'rnida gapirish har bir so'zni kabi g'oyalar nima qilgan? Ilgari surilgan. Birinchi guruh taqdimotchisiga rahmat. Taqdimotchisi marhamat, guruh ishini taqdim qilishingiz mumkin. Marhamat Shodiyona. Kamol et kasbkim olam uydi. Senga past o'lmag'ay g'amnoq chiqmoq. Jahondan notamom o'tmak yangiq, erur hammomdan nopok chiqmoq. Ushbu qit'ada kasb etmoq, o'rganmoq, g'amnoq, g'amgin, notamom, nokomil, beayniq, xuddi aynan kalit so'zlar ishlatilgan. Ikkinchi guruh. Bu qit'ada inson dunyoga kelgandan keyin ilm o'rganib, kamolotga erishib ketish kerak. Bu dunyoga kelgandan keyin kamol etib ilm olib ketmasa, bu inson xuddi hammomga kirib nobod chiqqan insonga o'xshatiladi. Demak, ikkinchi guruhning tahlil qilgan qit'asida
kamolatga yetish, bu dunyoga kelgandan keyin ilm olish, hunar o'rganish, o'zini har tomondan rivojlantirish kabi g'oyalar ilgari surilgan ekan. Ikkinchi guruh taqdimotchisi joyingizga o'tirishingiz mumkin. Uchinchi guruh taqdimotchisi. Tuzukka moyil o'lki, ishing bormay ilgari, 100 mushkul o'lsa yo'qsa, ming oldingda har zamon, 100 safha bir qalam, bila kotib qilur raqam, ming qo'yni aso bilan har yomsirar shubon. Ushbu qit'ada bizning munosib to'g'ri odamning ishi doim ilgarilaydi. Agar qadam to'g'ri bo'lgani uchun u bilan safha yoza oladi. Cho'pon tayog'i to'g'ri bo'lgani uchun u bilan ming qo'y boqadi. Qit'amizda Alisher Navoiy bobomizning ushbu qit'asida to'g'rilik g'oyasi ilgari surilgan, egrilik esa qoralangan. Demak, har bir inson hayotda to'g'ri va halol bo'lishi kerak degan g'oyalarni ilgari surilmoqda. Rahmat. Ilmdan kasb qilki sud emas, chap mushkullarini hal qilmoq, lekin u ilm dog'i naf etmas, buni bon bo'lmasa amal qilmoq. Ushbu qit'aning ma'nosi shundaki, ilmni o'rgansang hayotingdagi mushkullarni yengillashtirish osonlashadi, lekin u ilmni kundalik hayotda qo'llamasang senga foyda keltirmaydi. Xulosa shuki, ilmdan to'g'ri yo'lda foydalanishni bilish kerak. Xulosa, har bir inson ilm o'rganishi kerak va unga amal qilishi kerak. Guruhda ishlash sizga yoqdimi? Nima uchun? Ha, bizga guruhda ishlash yoqdi. Biz bu yerda bir-birimizni tushunishni o'rgandik va har birimiz muhokama qildik. Misol uchun, Alisher Navoiyning qit'alarini hammaning fikrini tinglagan holda xulosamizni yozdik. Demak, biz guruhda ishlash jarayonida bir-birimizni nima qildik? Tingladik, yordam berdik, ahillikda ishladik. Rahmat. Qit'a bu qanday janr ekan? Marhamat, Lola. Qit'a arabcha so'z bo'lib, bo'lak qism degan ma'noni anglatadi. Uning juft misralari qofiyalanadi, ya'ni ikkinchi va to'rtinchi misralar. Rahmat. Tahlil qilgan Alisher Navoiy qit'alarida qanday g'oyalar ilgari surilgan ekan? Lola? To'g'ri, bu yerda ilm o'rganish, kamolotga yetish, har bir inson o'z vaqtida gapirish, ko'p gapirmaslik, o'zining og'zidagi chiqayotgan gapni ham o'ylab gapirish ilgari surilgan. Tinnaslash g'oyasi ilgari surilgan. Ilm o'rganish va unga amal, to'g'ri so'zlash va halol bo'lishni o'rganish. Mana bugun sizlar bilan G'azal tulkining sultoni, Xamsalik katta asarni bizga taqdim qilgan buyuk bobomiz Alisher Navoiyning qit'alarini birgalikda tahlil qildik. Bu qit'alardan xuddi siz aytgandek tilni asrash, to'g'ri va halol bo'lish, kamolotga erishish kabi g'oyalar ilgari surilgan. Alisher Navoiyning qit'alarida inson uchun, insoniyat uchun abadiy bo'lgan qadriyatlar yoritilgan. Ana shuning uchun ham Alisher Navoiy bobomizning qit'alari hech qachon o'zining tarbiyaviy ahamiyatini va badiiy qimmatini yo'qotmaydi. Bugungi darsdagi ishtirokingiz uchun hammaga rahmat.